To'satdan yurak o'limi qanday aritmiyalarda kuzatiladi? VPV sindromi bu tug'ma yurak o'tkazuvchanligining qo'shimcha yo'l hisobiga buzilishi hisoblanadi. VPV sindromi ko'pincha erta yoshda tashxislanadi va erta yoshdan davo muolajalari boshlanadi. Uzoq vaqt bu kasallikni davolamaslik qo'shimcha yana bir aritmiyaga sabab bo'ladi, ya'ni bo'lmachalar fibrillatsiyasi. Bo'lmachalar fibrillatsiyasi va VPV sindromi bir xil vaqtda kelganda bu hayot uchun xavfli aritmiyalarni chaqirishi mumkin. Bo'lmachalar fibrillatsiyasi bu yurakning yuqorgi qismidagi bo'lmachada 400 tadan 700 tagacha impulsning hosil bo'lishi. Bu impulslarning barchasi VPV sindromi, ya'ni qo'shimcha yo'l orqali pastga, ya'ni qorinchaga o'tkaziladi va bu qorinchalar fibrillatsiyasi, ya'ni o'limga olib keluvchi aritmiyaga sabab bo'ladi. Butun dunyo bo'yicha bu kasallikning davosi kateter ablatsiya, ya'ni kuydirish amaliyoti hisoblanadi. Bu amaliyot erta yoshda aniqlansa, bola 20-25 kilo vaznga to'lganda bajariladi va bu amaliyot xavfsiz, narkozsiz va asoratlari kam amaliyot hisoblanadi.